belgi rejasiga mumkin emas bo'lgan top 3 ta narsani aytaman. Siz bu narsalarni bilishingiz natijasida eng yaxshi belgi rejasini tuzatish yo'llarini o'rganib olishingiz mumkin. Ya'ni siz kun mobaynida xuddi shu ishlarni qilmasangiz, belingizdagi og'riqlar tabiiy o'zidan o'zi sekin-sekin pasayishni boshlaydi. Bu 3 ta narsa uchalovi ham juda muhim narsa va hayotingizda har kuni qiladigan narsalaringiz hisoblanadi. Men buni oldingi videolarda ham aytganman va yana bitta eslatib o'tishga harakat qildim. Siz bo'lsa ko'ring, 3 ta narsani aniq bilib oling. Uchinchisi juda muhim va o'sha narsani tanlashni ham bugun o'rgatib boraman. Shunda siz uchinchisini bilib olib, kun mobaynida foydalanganingizda, to'g'ri foydalanish natijasida belingizdagi og'riqlardan qutulasiz. Lekin grejangiz o'ta qiynab tashlab, qiyshaytirib ortib tashsa, pastdagi nomerga murojaat qilib, davolanishga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, sizlar bilan disk uchirumda g'azi Zuhurda Salohdinov. Biza videomizni boshlaymiz. Do'stlar, men nimaga o'tirib oldim? Chunki biz kun mobaynida ko'proq o'tiradigan ish bilan shug'ullanamiz va aynan o'tiradigan ish bilan shug'ullanadigan insonlar kun mobaynida ertalab soat taxminan 8-9 da ishga keladi va obedda soat 12:01 da obedga chiqadi. Obeddan ganda ham o'tirishadi va obeddan qaytib kelib, ya'ni kechgacha o'tirish. Bitta joyda kunman o'tiraversangiz, umurtqa pog'onamizga besimiz tushib, masalan, yelkamiz, qo'limizni, ko'krak qafasimizni, boshimizni nima ko'taradi? Entagiday do'ng'iza qismidagi umurtqa pog'onamiz ko'taradi va aynan shu besimiz tushib, umurtqani ezmaydimi, greja keltirib chiqarmaydimi? Albatta greja keltirib chiqaradi. Uzoq muddat kompyuterda o'tirish natijasida, nimadir yozish natijasida belimiz og'rib ketib, ishda mana shunaqa kerishaveradigan bo'lib qolamiz. Bunga sabab biza kun mobaynida ishda qimirlamasdan, umurtqani ishga tushirmasdan muntazam o'tirishimiz hisoblanadi. Birinchi qilish kerak emas bo'lgan umurtqa pog'onasiga ish bu kun mobaynida muntazam o'tirish. Agar siz kunman o'tiradigan bo'lsangiz, siz o'z-o'zidan bel og'rig'ini o'ziga chaqirib olasiz. Nimaga? Chunki kuningiz mana shu stolda kun mobaynida o'tirish bilan, stulda kun mobaynida o'tirish bilan o'tyapti. Demak, sizga yaxshi life hack bo'ladi. Hozir nima qilishingizni aytaman. Agar belingiz shunaqa ko'p o'tirishadigan bo'lsa, pastdagi nomerga murojaat qilib keling, davolab beramiz, emirti qilib. Endi kunim bilan o'tirasa, kunman o'tiradigan odam har 30 daqiqada o'rnidan turib, shunday stulini yonida oyog'ini kergan holatda oddiy o'tirib turish mashqini bajaradi. Mana o'tirganda do'ng'iza pastga yaqinlashadi. Mana o'tirganimizda oyog'i kersak, do'ng'iza pastga yaqinlashadi. O'sha pastga yaqinlashish natijasida belimiz mana cho'zilish holati yuzaga keladi. Sekin turamiz. Yana o'tiramiz. Yana turamiz. Har o'tirganimizda 1, 2, 3, 4, 5 keyin turamiz. Shunaqadan 4-5 marotaba bajarib, keyin o'tirib davom etishni maslahat bergan bo'lardim. Bu birinchi qilish mumkin bo'lmagan ish muntazam o'tirish. Xuddi shu muntazam o'tirganda bo'layotgan bel og'rig'ini yaxshi qilish uchun o'tirib turish mashqini sizga qo'shimcha tarzda kun mobaynida o'tirib og'ritgan belingizni og'rimasligi uchun qo'shib berdim. Endi ikkinchi usuli sizlarga tushuntirib o'taman. Bildinglar, uchinchisi juda qiziq, uni ham aytib o'taman. Belgi rejasiga ikkinchi mumkin bo'lmagan ish bu yotish hisoblanadi va biz kun mobaynida noto'g'ri joyda uxlaydigan bo'lsak, albatta bizning belimiz kun mobaynida ham qiynaydi. Chunki kun mobaynida 7 soat, 8 soat uyqu davomida belimizni og'ritib qo'yadigan mana bunaqa to'shaklar biz uchun belimiz tinmay og'rib yurishiga sabab bo'lib qoladi. To'shak tanlashda to'g'ri texnika amalga oshiriladigan bo'lsa, kun mobaynida belimiz hordiq chiqarishi, og'riqlardan qutulishi mumkin. Demak, buni sizga o'rgataman. Ko'pchilik belgi rejasida qattiq joyda yotish kerak ekan, даже yerda yotish kerak ekan deb, mana bunga qattiq yerga joy solib yotib olishadi. Bu narsa umuman xato hisoblanadi, mumkin emas. Va juda oldingi bizning yumshoq to'shaklarimiz ham mumkin emas. Yotganimizda belimiz ichkari kirib ketsa, qon aylanishi bo'lmaydi. Qattiq joyda yotib qolsak, umurtqa pog'onamiz mana bunaqa ilon yuzi hisoblanadi. O'sha ilon yuzi umurtqa pog'onamizni qattiq joyga qo'yib qo'ysak, mana bunda turganda mana orasida joy ochilib qoladi. Belimiz yerga tegmay qoladi. Mana xuddi shunaqa belimiz yerga tegmaganda og'riq ko'payadi, qon aylanmaydi. Xuddi bizani oval shaklidagi belimizni, ilon yuzi tarzidagi belimizni tik ramkaga solib qo'yayotganga o'xshaydi. Shuning uchun o'ta qattiq va o'ta yumshoq bo'lmagan ortopedik to'shaklar hozir rivojlanib ketdi va o'shanaqa to'shak olib o'shanda yotish kerak.
bizani ham ko'rsatganimiz shunga o'xshaydi. O'ta qattiq emas, o'ta yumshoq emas. Agar yerda yotadigan odamlar to'shay ola olmasa, yerga bitta qalinlikda ko'rpa solib olish kerak. Taxminan 15-20 sm qalinlikda ko'rpa solish kerak. 20 endi juda qalin bo'lib ketadi yerdan, mayli 10 sm-lik qilaylik. Mana ko'rib turibsizlar, ko'rsatganimiz o'zi tegi qattiq, ustiga paralon qoplangan. Shunaqa joyda yotadigan bo'lsak, juda ham zo'r bo'ladi va yotishi ahamiyati haqida men boshqa videolarda ham aytib o'tdim. To'g'ri yotish haqidagi videolarimizni ko'rib olinglar. Juda zo'r tushunchaga ega bo'lasizlar. Yotish juda ham ahamiyatga ega. Tepaga qarab yotasizmi, pastga qarab yotasizmi, yonboshlab yotasizmi? Uni aytib o'tganman. Lekin shunaqa ortopedik to'shakda ham yotibsiz. Birinchidan aytgandek, kunuman o'tirish emas, ora-orada turib harakatdan qo'yib belingiz og'risa, Pastenomerga murojaat qilib davolaningda keyin bularni qiling, undan ham zo'r effekt olasiz. Uchinchi muhim bo'lgan qismini tushuntirishga o'taman. Bu siz uchun ancha qo'l keladi. Qo'limda ikkita oyoq kiyim, ya'ni yozgi tapchka. Buni nimaga oldim? Uchinchisi bu belgi rejamiz og'rimasligi uchun oyoq kiyimni to'g'ri tanlash hisoblanadi. Do'stlar, agar shuni to'g'ri tanlamasanglar, kum mobaynida yurishinglar natijasida oyog'imizga yuklama bergan holatda oyog'imizdagi suyaklar uzun suyak bo'lganligi uchun bu suyaklarga nagruska tushmaydi-da, to'g'ridan to'g'ri yuklama belimizga tushib, belimizni ezadi. Mana har qadam tashiganimizda belimiz tars-tars ezilib ketaveradi, ayniqsa menga o'xshab ortiqcha vaznli bo'lsangiz. Shuning uchun kunim bilan mana bunaqa rezinaviy yumshoq oyoq kiyim kiyish kerak. Agar tufli kiysangiz makasiymi yoki ishxonangizdan ruxsat bersa krossovka, kum mobaynida ishchi o'ziga alohida yumshoq tapchka olib borib qo'yishingiz kerak. O'sha yumshoq tapchka sizni yaxshi yurishingizni ta'minlaydi. Endi ikkalovi bir xil poy bo'lib qolibdi, lekin mana ko'rishingiz mumkin. Yurganimizda mana bunda amortizatsiya bor, harakat bo'ladi bemalol oyog'imizda. Ikkinchisida qancha bossak ham amortizatsiya bo'lmaydi, chunki tagi juda ham qattiq materialdan ishlangan. Kum mobaynida qattiq materialli oyoq kiyimda yuradigan bo'lsa, yuradigan ishchiligi bu videomiz juda ham qo'l keladi. Kunim bilan u yoqdan bu yoqqa yuradigan juda ham ko'p ishchilarimiz oyoqlaridagi qattiq oyoq kiyim, masalan, tufli kiyib borishadi. Bankda ishlaydigan, u bo'limdan bu bo'limga yuradigan yoki bankomatlarga yuradigan va qanaqadir xullas pensiya tarqatadimi bilmayman. Kunim bilan yuradigan odam qattiq kostyum-shim, galstuklar bilan qattiq klassik oyoq kiyim kiyib olsa, u odamning beli aniq og'riydi. O'sha odamlar makasiymi kiyishi, xullas maksimal eziluvchan va yuklamani, umumiy tanamizdagi yuklamani amortizatsiya qilib yerga o'tkazib yuboradigan oyoq kiyim tanlasangiz, shunda yurishingiz natijasida belimiz qiynalmaydi, og'riqlar bo'lmaydi. 3 ta narsani qaytarib o'taman. Birinchisi, to'g'ri joyda o'tira olsangiz va o'tirganingizda harakatda bo'lsangiz, kunman kuningiz o'tirish bilan ishni yoki yurish bilan o'tadi. Shu o'tirishda nagruska bo'lmasa, demak belingiz yaxshi. Kechqurun uxlaganingizda to'g'ri joyda yotsangiz, belingizga nagruska bo'lmasa, qattiq joyda yotib qolmasangiz, belingiz yaxshi orom oladi va og'rimaydi, bu ham belingizga yaxshi. Uchinchisi, yaxshi oyoq kiyim tanlab, to'g'ri harakatlarimiz natijasida umurtqaga nagruska tushmasa, yana belimiz og'rimaydi, bu ham yaxshi. Va bu 3 ta narsani noto'g'ri qilmay, to'g'ri qilsangiz, bel og'rig'idan hayot tarzida ham qutulib ketishingiz mumkin. Yana shunaqa qiziq videolar sizga kerak bo'lsa, kommentariyada qiziq deb yozib, like bosib qo'yishni unutmang. Girishasi bor do'stlarga jo'natib qo'ying, foydali bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang.